Aleksandr Abdulov ehtirosli muhabbat va o'lim bilan duel. U turmush o'rtog'i Irina bilan ajrashgandan keyin qattiq tushkunlikka tushib qoladi va stress holatida mashinaga o'tirib tezlikni oxirigacha oshiradi va birdaniga rulni qo'yib yuboradi. O'sha paytda u o'lmadi, u tirik qoldi. Taqdir uni telbalarcha xiyonatini, tartibsiz hayotini va xatolarini kechirdi, ammo vaqt o'tgandan keyin u chinakam baxtini topgandan keyin baribir uni o'zi bilan olib ketdi. U eng jozibali va latofatli qiz filmida Volodya Smirnov rolini ijro etib, millionlab ayollarning idealiga aylangandi. Ammo hayotda Abdulov katta ehtiroslar bilan yashadi. Talabalikda sevgan qizini boshqa yigitdan ko'rib qolgandan keyin qattiq tushkunlikka tushadi va o'z xonasiga qamalib olib, o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganda, qo'shni xonadagi talabalar eshikni buzib, uni qutqarib olishadi. Keyin u Irinani uchratadi va 17 yil davomida birgalikda hayot kechirishadi, ammo aktyorning xiyonati tufayli ular ajrashishadi. Abdulov tinimsiz ishlardi, tinimsiz chekardi va tinimsiz sevib sevilardi. 2000-yilda taqdir unga yana bir bor imkoniyat beradi. U Yuliya ismli ayolni uchratadi va 2006-yilda ular turmush qurishadi. 2007-yilda esa Abdulov butun umr orzu qilgan voqea yuz beradi. Uning Yevgeniya ismli qizi dunyoga keladi. Hayot endi boshlanayotgandek edi. U 54 yoshda ilk bor ota bo'ldi va cheksiz baxtiyor edi. Ana shu paytlarda omad undan yuz o'giradi. Filmni suratga olish maydonchasida oshqozondagi yarasi to'satdan yorilib ketadi. Abdulovni tezda shifoxonaga yotqizishadi. Shifokorlar uni tekshirganda unda 4-bosqichdagi o'pka saratoni borligi aniqlanadi. Kimyoterapiya yordam bermayotgan edi, ammo Abdulov o'lishni istamasdi. U o'z qizi uchun yashashni xohlardi. U o'zini katta klinikalarga va tabiblarga ko'rsatishni boshlaydi. Yangi yil bayramini uyda kutib olish uchun reanimatsiyadan ruxsat so'rab uyga qaytib keladi. 1-yanvarda do'stlari uyga kelganda u hattoki o'z o'rnidan tura olmaydi. Rafiqasi yonida yo'qligida esa u 4 oydan qiynalayotgan dahshatli og'riqdan yig'lab yuboradi. U o'z do'sti bilan so'nggi qadahni ko'taradi va past ovozda "Men o'z do'stlarimdan minnatdorman" deb pichirlaydi. Kechasi soat 2da aktyorning nafasi qisiladi va u nafas ololmaydi. 3-yanvar kuni uning yuragi to'xtaydi.